Mahkam tog'am to'y qilyapti bugun, Xudo xolasa. Aytibdi odam uyqusirab yuribdi. Gapiring. Uxlaganimiz yo'q. Buni degan to'ydan taylayapti. Juq qattiq-u. Apamızı fizik tutma aldınız mı? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alloh razı olsun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hatta to'yda berardi, sho'da Kimda bor ikkita hoji? Ana ular turing. Yo syomka qilyapti. Aniq olib qo'y shuni. Bir kamizni quvadi. Baqa yurib. Assalom. Siz so'raganlar. Assalomu alaykum. Kelin mehmonga to'ylar bo'lyapti. Mahkam akam bog' guruhining rahbari to'y qilyapti bugun. Assalomu alaykum. Bunisi nima? Ananas bu. O apelsin, 10 qo'lim. Çok zamandır bir tarihe talamanayım. Şu sebepti gülüme kahramanayım. Şu sebepti gülüme kahramanayım. Dostlar
gel kimga aytay dardin haddir va shurbi va Syomka qilish yo'q. Yaxshimisiz? Bardamisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum aziz mehmonlar, ustozlar, mahkamaga qadrdon akalari, yaqinlari, qo'ni qarindoshlari, barchalariga xush kelibsizlar. O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarovga chiroyli qarsak bo'lsin. Xush kelibsiz. Endi mahkamaga to'g'rini olaverib charchadi. Shuning uchun mana shu davraga chaqirsam, mahkamaga ustoz keling. Nima bo'lyapti aytdi? Mahkamaga ham to'g'rilayaptimi? Shurik. Mahkamaga ham qaytib ishlaydi o'zi. Elektrositdanmi? Ashish odam keldi. Xudo saqlasin. Ustoz keling. To'ylar muborak bo'lsin. Mahkamaga. Men sizni ko'rmayapman, qayerdasiz? Kesak ham ko'rmayman, kerak ekan. Shatdaman, yoningizda. Chiqing sahnaga. Hozir. Men pastga tushaymi aka? Yo'q, yerda turavering. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Mahkamaga assalomu alaykum yana bir bor. Harisdan ko'rishgan. Xo'p. Ertalabda mana sigaret chekyaptilar. Qumorni bosibdilar. Mahkamaga to'ylaringiz muborak bo'lsin. Kelinayim bilan birgalikda necha yillar yig'inib shu Ahadjon degan o'g'limni kamolga yetkazib uylantiraman deb niyat qilgansiz. Endi tasvirchilardan iltimos. Olib turasizlar mana shu qo'shiq. Ertaga alohida olib turinglar, bu qo'shiq alohida qo'shiq. Ertaga montaj bo'lganda alohida qilib qo'yib berasizlar bu narsani. Chunki bu joyida keyin bitta chiroyli qarsaklar chalib qo'yasizlar. Mahkamaga ming rahmat. Sizni sharofatingiz bilan Marg'ilon toshloqlarga kelib qoldik. Kim ancha o'tib ketdi. Chunki qadrdonlar nimagadir telefon qilmay qo'yishdi. Mana mayli otlarni keyin aytaman. Endi mabodo qiynalib qolsanglar, biz sahnadan pastga tushaylik. Qistirishga qiynalib qolmaysizlarmi? Sidan ha. Kimsaga kelmagan zarra maloli, kimsaga kelmagan zarra maloli, hammaga manzurdir mehnat haloli. O'zi Marg'ilonning mehru kuloli. Kelinlar muborak Mahkamjon aka. Futbol o'ynayapti jumlai jahon. Shu kunlarda to'y qilmoqda Mahkamjon. Penaltini to'g'ri tepsin Ahadjon. 11 metrlikda to'g'ri ursin Ahadjon. Kelinlar muborak Mahkamjon aka. Fayz baraka bordur o'sha uylarda. Sidqidan xizmatda bo'lib to'ylarda. Nomingiz madhida
qo'shiq kuylarda şu to'ylar muborak mahkam boyaka donay ahdu qarorida doimo mahkam neni ahdaylasa bo'lar mustahkam Allah hiç o'zidan aylamasın kamay yaxshi nevaralar bersin mahkam jon aka oshlar berib yori do'stni to'plabsiz to'y qilay deb o'zni mudom o'qlabsiz şu oshlarga Orol Mirzo ukangizni yo'qlabsiz kelinlar muborak mahkam jon aka doday qiziqchi bo'lar do'sti yor Mirzabek Xolmidu Ahadjon qori avjida uzilmasin hofiz mutoriya şu to'ylar muborak mahkam boyaka doday har yigit ishida bo'lsin rivoji o'limdan boshqaning bordir iloji sabab bo'ldik kelishimizga Shuhratjon hoji şu to'ylar muborak mahkam boyaka dod hamma sizday qobil o'g'il o'stirsin visollarda oshlar berib qizdirsin Shinavanda Toshlog'u Marg'ilonim ataganini Orol Mirzoga qistirsin şu to'ylar muborak mahkam boyaka kelin kuyov baxtli davron surgaylar şu dunyo turguncha yoshlar turgaylar ota ona yoshlar rohatini ko'rgaylar şu to'ylar muborak mahkam jon aka o'ylasam bu dildarim nakorga o'xshaydi-ku o'ylasam bu dildarim nakorga o'xshaydi-ku rahmi yo'q
Endi почти bizni adashim, men ustozim akam. Orol Mirzo Xolmedovgina qarsak olmaysizlar, bitta chiroy qarsak olmaysiz. Baraka. Mirzabek Xolmedov ustozimiz. Assalomu alaykum. Sizlarga hasanat, xush kelibsiz. Jo'ningizlar, rahmat. Maza qildim. Kechqurunda to'ydan nasiba qilgandan biluvdim o'zim. Boshqa qolib ketadi bilmish. Voy, bu ham yaxshi mana erkakni o'tiribdi. Video bo'lmasa zo'r bo'lardi endi. Nima deysan? Kecha gapiradigan gapirsa, men bitta video chiqardim. Bo'lmasa shoshmishdim, aytvaliyam bitta. Abdurahmon aka Tirikchilikdan qolyapman-da, o'n tonlik ekspert. bo'ldi deyishdi-yu. Yo'q, aka. Mangami bo'pti man. Rahmat, bosh. Video nusxasini izlaymiz. Voy barakat. Ustozim Rashid Sağ olun. Ama qistirib ketaverar ekan. Xotam aka. Sizlar siz o'tadimi ya to'y? Kelinglar, Xotamjon akam. Ha, bular hammasi shuhrat ordeni olgan, madaniyat va san'at mudofaa sohibi bular. Hammasi unvoni bor. Bilasiz, senda unvon bormi? Bor. Nima unvoning bor? Madaniyat fidokori. Madaniyat va san'at fidokori, yasha. Askar bo'lsanglar, urushga borsanglar, hech narsa olmasdan kelsanglar, ording bor, medal bor. Ko'rganlar ham ko'pchilik bekinayotgan ekan deydi-da, to'g'rimi? Hammomda bo'ldim deb qo'yaveraman. Nima qilaman? Hammomda. Ustoz, andijonlik Mamasidan akamni chaqiramiz mana. Hasanboy akamni o'g'illari Muhiddinjon bor. Kelinglar. Stalishni. Stalishni cham. Ya, lishli narsa yo'q. Stolda lishli narsa bo'lmaydi. Sizga ko'nglim bezovta bo'lyapti. Aytmagingiz kelyapti. Va jiddiy yotib olaman. Borib mahkamga qarang, darrov keladi. Hozir kela. Mahkamga borib qarang. Men bu narsa qilib yuboryapman bo'lmasa. Bo'ldi, bemalol. Video be. Sog' bo'linglar. Xudo saqlasin ustoz. Xudo saqlasin. Sog' boringizga shukr aka. Bunaqa shirin emas, ko'rgan emas tinchlik. Shirin. Shirin. Bir ham shirin emas. Hidi ham yo'q. Hidi ham yo'q. Yo'q, bor, sal o'ziga sezilmasa. Voy boringizga shukr. Video bor. O'zinikini o'zi xitlamar ekan. Kitlanmaydi, ha, kitlanmaydi. Bu yigitni taniysizmi? Po'latjon. Akamlar ko'prikka o'tirdi suhbatda. Otasi temirchi bo'lgan, shunga Po'lat deb ism qo'yishgan. Familiyam Toshdemirov. Toshdemirov. Avlodi bilan metalist ekan. Toshdemirov. Kamer железо stav. Bu sari mari bormi atrofda? Ruschalar Stalinmi? Ha? Stalin. Xo'ndi zalatoy deydilar. Shunaqa nima bo'lardi? Millat bilan. Iloyim. Barakat Sog' bo'linglar. Sog' bo'lgin, joyingiz. Sizni baxtimizga mahkam ekan sog' bo'lsin. Nimaga endi baxtimiz? Hammamiz baxtimiz. Nima aloqasi bor uni bizani baxtimizga? Ko'rmasak zerikib qolamiz. Qachon? Uni rubob cholishlarini ko'rganmisiz? Ben qo'lda asbob ko'rganman, lekin ruboblikni bilmadim. Yaxshi, yo, yaxshi, mahkam, yaxshi yigit. Sog' bo'lsin. Mahkamdagi yigit yo'q. Yo'q. Mahkam! Mahkam! Ya mahkam aka. Kel bu yoqqa. O'rtada bor edibman. To'xtadi, aytaversan. Mahkamchi. Akam deganman. Assalomu alaykum. Akam degan. Nuriyatdan olinglar. Akam aka hozir bo'llarni oldida. Bitta qo'y. Bitta urgin. Akam aka. Joyni buzmayın deyapman. Любой joyda turib beraman. Aka kelib turing hozir. Siz uchun turib beraman. Gatirmaysan. Bitta uring meni. Qating uring. Benim durum. Anlashyapti. O'zi qo'rqyapti. Anlashyapti. O'zinglar rostdan qo'ysan. Qarab tur, xo'rligim keldi. Xo'rlamak, Kes keldimda o'shaniki.
Paragramma bu qol. Rostdan ko'rsataymi? Yo'q, qilaq qilmaydi. Qachongacha panagramma bu? Uka, rostdan ko'rsataylik. Ha, rostdan. Jon aka, rostdan siz shu vaqtgacha urgis kelmagan. Bugun urgim kelgan. Jon aka, hal qarab turibdi. Jon aka, Rost ekanmiga soling. ko'p Nima mana. qilib so'rayapman? Yo'q. Aka turib beraman. Og'rimaydigan joylarga teping. Bo'ldi, turib bering. Bo'ldi, ochib turinglar. Siz davrani keyinroq qilib olamiz. Aka Shamardonlarda tosh ko'tarib kelgan. Qani polvon bola. Bo'pali. Qani o'rtaga chiqib polvon bola. Ha, polvon bola. Ha, polvon bola. Polvon bola o'yinlarni ko'rasizlar. Bo'pali. Qani polvon bola. Ana shunaqa. Ha. Ya, polvon bola. Ha. Kamida qadam, qadam. Choptiramiz. Ha, polvon bola. Aka, ustoz. Mana shuni joyidan silsitib qo'yaman, tomosha qilasiz. Ha. Ko'p polvon bola. Ha. Yana. Ha! Ha. Oynan. Mahkam charchab qolmadingmi? Baraka top endi. Bularni hammasiga javob berib yubor endi. Bola ketinglar bo'ldi, osh yedinglarmi? Normallik bo'ldi, yaxshi. Sog' bo'l, bolalaring baxtli bo'lsin, endi buni ham sekin tarqalsin. Ha? Hamma hurmatingni qilib, Po'latjonni hurmatini qilib. Ya endi boshlanyapti. Endi o'zimizda. Ya yo'q. Voy, вообще kerak emas, shularni eshitib o'tirdim hurmatingni. Bitta qo'shiq eshitamiz. Hasanimdan. Hasan kel. Atam bag'dan. Xudoyo, yana ko'rishamiz bu. O'tgan safar to'y o'tdi. O'tgan safar to'y turibdi. Qalaysiz? Keling, aka. Charchamasdan keling. Hadamizga Hasan. Zo'r yigit ekan-da. Ovoz yana ham ochiq. Jonli aytasizlarmi? Jonli aytadi. Qani ashulangiz? Usul o'zimdan ketdi. Qaysinisini? Hali, bitta nima? Ha. Charli. Ha, Charli. Charlin Chaplin chinorga chiqdi. Chinorda chumoli chakagini chapdi. Chakagi. Shu gaping aqabaqa, sani tepgan toshbaqa. Debdi quyon bo'riga. O'tirib olib so'riga, debdi quyon bo'riga. O'tirib olib so'riga. Bo'linganni bo'ri yer, ayrilganni ayiq yer. Ey ayiq. Bo'linganni bo'ri yer, ayrilganni ayiq yer. Ey ayiq. Yozilgan bo'lsa kerak. Kuni sig'il yozgan kuni. Joninglar sog' bo'lsin. Aka qalaysiz? Yaxshi yuribsizmi? Ba'zan biz to'yda Orol Mirzani aytguncha shularni aytsangiz. O'zi aytdimi birinchi? Deb o'ylab qarasam, Farg'onada hamma ishlashlar ko'zi ochiq ekan o'shancha Orolda. Mayli, bunaqa yo'q bunaqa. Yo'q. Boyagi so'zlarni o'zingiz yozganmisiz? O'zligi. Ha, balades. Qarang, bir oz shuni aytsangiz, mazza bo'lardi-da shu. Endi hali ham bo'lsa ayttirardik-ku. Qo'yinglar, shart emas. Biz boradigan joylarimiz bor. Boshqa joylarga ham aytilishgan. Odamlar eshitaversa joniga tegib ketib qolasiz. Guruhinglar nomi nima? Ashtan dashtan. Yana. Ashdan dashtan. Ashdan dashtan. Ko'proq qiradirlarda bo'ladi. Muzika yo'q sizlarda. Bor. Ag'dam Bag'daniy. Rahbari.
qanaqa soch chalinadi? Soz aniq emas. Ko'rdingiz ko'proq Nota ham og'izda aniq. chaladi bular. Ko'proq og'izda chaladi. Og'izda chaladi, o barakat top. Lekin kechgacha to'q yuramiz. Barakat topinglar. Rahmat. Necha yil bo'ldi tashkil topganinglarga? Biz yilini hisoblamadik, baraka yo'q. Baraka yo'q, o'zi baraka yo'q edi uka. 35 yil bo'ldi. 35 yil bo'ldi. Haliyam kosanglar oqargani yo'q. Yo'q, yillab turamiz. Yillab turamiz. Ha, yaxshi. Yillaymiz. Qayerlarga chaqirishadi masalan? Ziyofatkami, uski kurubkami? Lekin to'shni joyini biz ham bilmaymiz. Dachaga olib chiqishganmi? Olib chiqishgan. Oo, dachalar ha. Dachalar bor, dachalar. Rosa qo'yishgan dachalar. Eng katta pul tushgan, nech pul tushgan? O'shanda bir talashgan edik ikkovimiz. O'shanda oramizga sog'lik tushdi. Keyin yana yarashib oldik. Barakat topinglar. Xudo xolasa. Nech pul tushgan edi o'shanda? 500 mingga yaqin. 500 ming. 500 mingga yaqin, 500 mingga talashdinglar. Kim ko'proq oladi? Siz ko'proq olasizmi bu yoqqa? Bu ko'proq oladi. Chunki syomkada bor. Yaxshi yo'q. Montajda o'zi. Qaysi televideniyada, qaysi kanallar bilan gaplashgansizlar? Sevimli, Sevimli. zo'r, Sevimsiz, sport. sevimli, sevimsiz. Sport kanaliga nima aloqanglar bor sizlarni? Zoldamiz doim. Zoldamiz. Oy barakat topinglar. Barakat topinglar. Obadiylar bersin. Shuncha odamni kayfiyatini ko'tarib o'zingizga jalb qilib turibsizlar. Haqiqiy san'at. San'at institutida o'qiganmisan? Arziydi. Sizchi? O'qiganmi? Yo'q. Shart emas. Shart emas. Talant, mana xalq ichidan chiqadi. Duo qiling bularni Xudo martabasini baland qilsin. Amin. Fayz baraka bersin. Odamlarni kuldirib yurish qanday baxt. Kayfiyatini ko'tarish. Xudoyam ikki toifa odamni yaxshi ko'rdi. G'am tashvishini aritib, ko'nglini xushnud qilgan. Hammamiz ko'nglimiz xushnud bo'ldi. Aziz boshinglar omon bo'lsin. El yurt tinch bo'lsin. Yangi O'zbekistonni ko'chiramiz. Sog' bo'linglar. Tarqal. Shunda ayol bo'lmasmikin? Kema degan gap chiqdi. Bir kuni aytdimmi-ki? Tush ko'ribman dedim. Yaxshi, qanaqa tush ko'ruvdi? Tushdan hajga yurgan ekansan. Sen nima qilayotgan ekanman dedi. Hamma senga tosh otagan ekan. Baxtli bo'lsin. Xudo saqlasin, kuyov bilan kelin baxtli bo'lsin. Shirin shakar o'g'il qiz farzandli ko'rsin. O'zidan ko'paysin. Otasi zo'r yigit, Ahadjonning otasi mahkam. Boshi omon bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsin. Iloyat salomat bo'lsin. Nima deymiz yana? Ota-onam ham shunchalik maqtamaganman. Sog' bo'ling. Ota-onam shunchalik maqtab gapirdim. Hazillashyapman, mahkam zo'r yigit. Ko'z tegmas. Ko'z tegmas. Ustoz, Labek. ruxsat berasiz. Endi sen ketasan. Bu ham Turkiyaga ketyapti festivaliga. O'sha biz bilan mast bo'lib chiqqandan beri turklar o'sha piyanistlarni jo'natinglar degan ekan, mana ketyapti. Turkiyaga. Turkiya qaysi shaharda bo'ladi? Istanbul. Istanbulda festivalda bo'ladi. Qo'g'irchoq teatrlarida festival. Bu Farg'ona qo'g'irchoq teatrida eng zo'r artist hisoblanadi. Rahmat. Men maqtamasam kim maqtaydi? Albatta, boringizga shu. Joning sog' bo'lsin. Bilamsizlar ham yaxshi yetib oldingiz. Sog' bo'l. Balki yo'lda ko'rishib qolamiz. Hayotingda adashmagin. Adashmayman. Adashmagin. Adashmaganman. Ya adashgansan. Adashmaganman. Adashgansan. Yo'q, Adashgansan. kim aytdi? Men shu san'atkor bo'laman deb tanlagan yo'ling bor-ku, adashgansan sen. Yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Akajon baxtli bo'lgin. Ahad umringiz uzoq bo'lsin. Hech narsani o'ylama, anundan boshqa. Bo'pti odam kulishini qarab. Men sevgini deyapman sizga. Siz nima deb o'yladingiz? Ya ham bor, sherigi ham bor. Cholla qizlarga boramiz debdi-da. Bittasi aytarmiz, borsaga qizlar bo'lmasa-chi debdi. Uchinchisi aytarmiz, borsaga foydasi bo'lmasa-chi debdi. To'rtinchisi aytamiz, duo qilib qaytib kelaveramiz debdi. Biz ham duo qilib qo'ylik, duo qiling. Yo'q, o'zi duo. Kuyov kelinni o'rtasini Alloh xayr, fayz, baraka bilan to'ldirsin. Alloh.
suprasidan qurib qo'ymasin, yaxshi o'g'il qizdan bersin. Ahkamga tuzroq pul bersin, endi ketamiz do'g'ri. Akam aka, Sizlarga rahmat. Basan. Bu og'ayni turpog'ini og'irligini qarang, ketolmayapmiz. Mayli, ilohi sog' bo'lsin, aka qo'sha qarisin. Baxtli bo'lsin. Barakalloh. Xudo fayz baraka bersin. Zo'r san'atchi bo'l, shunamandan ko'paysin. Opka biznikiga desin. Alloh. Yasha. Telefonchilar dubayib ketsin. Agar yo'q ketishga. Nima basmanu? O'chirsangiz, baqa paparasizmi? Deyman bu bola ekan. Sog'lorsa qiziqsan abi. sari suvdan sag'mondan tushib ketasan-ku. Rahmon Iso Habib Zanog'ayni. Bunaqa meni ustimda kulmalaring. Jahlim chiqadi. Halitdan qarab turibsan, qo'rqmab qo'yasan deydi. Men bir ekan 96 ga kirdim ekan. Mirzabekni o'zi kelganmikan desam, Sherali hoji ham olib kelgan ekan. Men elektrikman, men-ku. 480 urmaydi meni. Tok urmaydi. Xudo urgan bo'lsa kerak. 480 urmasa. Xudo urmagan ekan. Hayır, yig'masiz. 480. Mahkamboy 5000 so'm berdik, Achovotdan kelganini aytadi. Askachilar yo'q. Akam gapi yo'q. Mansur akam eski gvardiya ustozi. Ha, joningizdan. Hozir komandalari bor, komandalari ham zo'r yosh bolalar. Ha, yaxshi, молодец. Sog' bo'lsin. Sog' bo'lingizga shukur. Ko'rdingmi buni? Qara yosh bolalarni tarbiya qilib ustoz darajasiga ko'tarilgan. Sen yurishingni qara. Buchi. Ha? Buchi. Shuni aytaman deb yurishingni qara. Tushdim bu yoqqa. Qanchaga shogird tushding? Mahkam akamga. Pastiyani turtiydi, qitiqlaydigan odatlari bor. Nima bo'ldi? Qitiqim yo'q mana. Yo'qmi? Ya, pris bo'lyapti. Bo'ldi-da. To'g'ri gap. Joyiga tegmasini aytmaydi. To'g'ri gap. Bu ishlabaniki yonida dizni ko'rsam hayrat bo'laman-da. Don Kixot bilan sancha kelyapti. Yo'q, to'g'ri gap. 3-4 kun uyga bora olmasa, adat chiqarib oldi. Sog' bo'ling. Nima u odating? Bunun odatimmi? Yo, sani odating. Qaysi odat? Men maza qilaman. Rostami? Bu odati yoshligidan. Yaxshi ko'rgan odamni ushlab ko'rmasa ishonmaydi. Qanaqa bezlar bo'ladi, kelaveradi, turtsin. Undan xudo saqlasin. Mana banda borda, o'sha hali qitiqlar bo'lsa, zurriyot bor. Qo'lingni Immunitet. Qitiqim bor ekan. Yaxshi ko'rgan narsasi shu odam. Mirzabek ko'rdingizmi san'atni qudratini, san'atni kuchini, shu bezni ham odam qildi ekan. Siz buni odam bo'lib o'ylayapsizmi? Ama haqiqiy Po'lat ekan. Rosa harakat qildi, egildi, sinmadi odam. Bu to'g'risida kitob yozilgan, Ostrovskiy yozganda Po'lat qanday toblandi? Buni qanday toblaganini mahkam biladi. Ama 20 yildan beri toplayman. Toplanmaydi. Lekin Bo'lmaydigani bo'lmasa ham. lekin Muhammad Aziz rosa toblan. Bu unamadi. Toblanmayman deb ketdi. Kim? Muhammad Aziz. Muhammad Aziz'i Asakali Muhammad Aziz. Qarang sizlarga esi bor odamlar ham ro'para kelar ekanda. Aqli bor. Aqli bor odam. Yaxshi gap. Ketvergan bo'lsa demak aqli bo'lsa kerak. Ya sadoqatlimiz biz. Itmisan sadoqat. Tan battar sadoqat. Hurmatingiz bordiga bo'ldi. Hali soat 1da Asobi senga ish bor bo'pti. Yo'q, chiqib ketyapman-mi? Bu Toshkentga ketyaptimi? O'zim aka, meni gapim ikkita qiladi-da, bo'pti demaydi. Ikkita qilib qo'ymaganiga xursand bo'libsan. Qila olmayapti. O'sha mayli, ishi bor buni. Turkiyaga festivalga ketyapti. Ustoz xudo xolasa. Ota ko'rlarga yetib Yo, keladi. men bitlarga kelib turaman, shaharlab kelib dedi. Shu mana niyatiga yetdi. Hozir duoni olib Toshkentga ketadi. Bir duo qilayman. 200 minglik. Ustoz, bugun havas qildim sizni. Charchamadingiz, olib charchamadingiz. Ana, domla boru shularga qarindoshmisan deyman. Bugun. Bugunchalik. Bugun. Vay.
Ya aytmadi polajonim. 200 ber duo qilaman desa, 100 qo'shing bormay qo'raman. Ustoz, duo qilayman. Yaxshi. Ko'ngildan chiqarib bering. Duo qil. Voy, aytasiz-ku. Ben Ming eksolim. so'mlik yo'q, momadi. Aka, hammani ichida Mirzo akam turibdi. Andijondan mehmonlar turibdi. Yevrizbek qarab turibdi. Alloh omadingiz bersin, yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Bo'lmang. Alloh barakasini bersin. Ustoz, nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatlaringizga yeting. Ya, anaga. Bunchalik Nima qilib. qilib, duo qilib bitta duoga bitta nima qilib. Telefon ko'rishamizni yana? Amin. Kim beryapti uni? Yüzünüz yorug' bo'lsin. Ollangizga bosh bo'ling. Eko, kelinlar bilan talashib nevaralar ismlarini qo'ydi. Ular bo'lmadi. Shastavi. Buni ismi yo'q. Ashtan dashta. Degani shu bo'ladi. Yo'q. Ashtan dashta. Shuni olmanglar. Shuncha orzu havas bilan necha yil to'planib to'y qildi. Hozir pulni ko'rsa ehson qilibdi deydi. Aytadi. Mahkamaga nima buni faqat ko'kragiga qistirish kerak. Oldin eski o'yinchi bo'lgan. Duoni ham chala qildingiz, rosa bosyapti. Amin. Ayt, pul ishlab turibsan. Amin. Siz nariyoqqa turib olasiz. Kamerachi qayerga olasiz? Чувство партнера so'rakana. Да, конечно. Pul kelishi bilan stress paydo bo'ldi. Какое-то отношенческие промышлений, вдруг технические положения, промтоварные награждения, вдруг отношенческие укрепления. O'rislarni o'zi ham tushunmaydi buni. Гайри табиин. Отношенческий, укрепленский поворот какой-то, взаимоотношенческие укрепления, вдруг технические положения, промтоварные наклаждения. Ustoz, boringizga shukr. Qarimang. Amin. Hamma havas qilsin. Amin. Ilohim, haligi onalarimiz duo qilishadi-yu, to'ydan boshing chiqmas. Yo'q. Amin. Faqat yaxshi kun bo'lsin xonadoningizda. Kelib xizmat qiling. Amin. Ilohim, turkalarda, shitlarda turib sizga SMS'lar Qasam yozing. kimlar ol menga o'sha yerda turib. Nechi kiyasiz? Nechap kelsang ham kiyaveraman. Lekin aytdim, magazimlari Namanganga to'lib ketibdi. Ilohim, kasr-shimlarni zo'ridan olib keling. Amin. Palasalari bor, Amin. katta yo'llari. Amin. Ilohim xalqni duosida xizmatda yuring. Amin. Bering tez hamma. Qiyin aka, so'rash qiyin. Ota olsa o'lmagan kim bor bularda? Ko'zingni yumib bor. Boringizga shukr aka. Kastim shu olib kelaman deb qo'ydingiz. Endi olib kelmaysiz, yech berib qutulasiz. Zo'r ya. Bolalar qolgansanda. Bo'ldimi? Bo'ldi. Hamma bunda qaraganda shekilli biz trotuarlardan ketaversak, jo'ttaga ko'rganlar kim o'tsa mahkam to'y egasi. Ketaverasan nima? Ertaga ijtimoiy tarmoqqa tushadigan bo'lsa, hamma kuzatuvchilar hayron bo'ladi-da. Alkashdan molla chiqdi deb. Bitta o'zi hammasiga bas kelyapti. Hammasi qilyaptimi? Sabr qilib olmaysizmi? Men harakat qildim. Qo'lajon ko'nmadi. Nimaga? Agar to'yda muhudin qildirgan unga olmadi. Aholgaranda to'xtadik, hammamiz maskachida shunda ovqat kirdik. Ya, dedim, keyin yopishib qoldi. Keyin quyib uxladi etiga. To'ldirib qo'yibdi-da. To'ldi dedi, chiqib ketadi endi. Qutuldi inson. Mashina oldida turadi dedi. Chiqsak mashina oldida turibdi-da. Haligi lag'manni qizil nimasi bor nima dedi? Hozirmi? Ko'pgina savobdi-da u. Aroqni quyuvdi, to'lib. Ne piyala ham sal qiyshiq ekan. O'rnashmayapti piyala. To'ldirib qo'yibdi. Ne qildi iloji yo'q endi. Men xafa bo'lgan kishi bo'ldi-da, bitta hovladi chiqib ketdi ko'chaga. Hozir mashinalarda tursa, mashinalarda turadi. Xuddi meni mashinaga solib olib ketadi. Besor.
Ayol masdan bo'lsa ham muxlis topilibdi shakar. Mast bo'lsa ham muxlis bor. Nuqul buni o'sha muxlislari mas, pas, shunaqa. Rostam. Qora odam. Kim bu ham? Ustoz. Suyoqat pishibdi, yarimchasida qalam qilib suyoqat pishibdi. Hammasi. Doy hammalar kiringlar, men oxirida kiraman. Ben ketdim ben. Siz kirmasiz. Sen dam olsin. Ustoz, bu askiyachilar senlar yoqqa o'tkazsan, retsidivistlarga o'xshaysanlar. Chiroyli odamlar. Mirzabek, to'yda katta qilgan. Mehmonga qaraydigan alohida kirdi chiqdiga kiradigan ham bor. Zo'r ekan odatingiz, kulib yuravering. Mana ahvolni qarang, mana kulib yurardi bu ham. Mana oxiri nima bilan tugadi, ko'rdingizmi? 4 marta kirib turgandan havosini olib qoldi. Na ustoz rozi, na norozi. Ustozdan xursand ham bo'lmaganman-da. Biladanmi? Ayi, past. Shunga bir boraman. Aytganim. Men juda roziman-da bulardan. Ulardan rozimisan, sog' bo'l. Ular Turkiyada qolib ketaverdi. Nima, umrlaring uzoq bo'lsin. Ko'pchilik rozi so'ramay turinglar bir-birlarini. Boshida ketyapmiz-da mahkamaga. Mana yek, mana deb 30 ming 40 mingdan berdi. Ustoz tovaringiz. Hozir shu obed qilasizlar-da. Mana ketyapti. Sigaretdan olib cheksak bo'ladi. Shart to'xtab bittadan sigaretni ham oldi. Jon ukalar. Nima bo'lsa beraman. Qarz so'rashmagan endi. Qo'qonga borganda to'yguncha kavob qilib beraman dedi. Toshkentga kelyapmiz, mahkama bo'yicha eriyapti. Shunda dang'ara kirib keladi, ko'chalar chiroq qo'ysa, bu yoqni nima deydi? Kavobni qoldirib, chiroqni ham o'chirding deydi. Qorong'ida yeganday bo'ldi. Qorong'ida. O'shanga hozir Sen kiraver, mehmonlarga qaraver. Biz o'zimiz sekin, sen ishingni qilaver, bo'l. chatilgani ko'rishamiz. Sen ketasan deb o'ylasam, sho'rva tayyorlashsan. Sho'rvani kimga berasan? Joni bilan. Va ana bizni askarchi va qiziqchilarimiz maktabiga prezidentimiz mana shunaqa chiroyli avtomobil berdilar. Prezident sovg'asi deb qo'yibdi mana nasib qilganiga. Shukr iloyim, xudo xolasa. Xizmatda mehnatni ko'rsataveraylik. Bundan ham yaxshi sovg'alarga nasib qilsin. Tegidan shamol o'tib tursin. Yaxshiliklarga minib yuraveringlar. Allohu akbar. Xalq xizmatiga mininglar dedi. Iloyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Aziz, nima deyishim mumkin senga? Oxirgisi. Oxirgisi bo'lmasin. Oxirgisi bo'lmasin. Bugungi kunda. Bugungi kundanmi? Aziz boshing omon bo'lsin. Aziz umringga Xudoyim yaxshilikni munosib qilsin. Bolalaringga bosh bo'l, zo'r ijodkor bo'l. Bizni kelsak, hamma videolarni olib hammaga ko'rsatasan. Iloy salomat bo'l. Umring uzoq bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishing. Assalomu alaykum. Xo'p. Allohga aytay zorim, shoshmay turgin ayyorim, aytgin senga nimam yoqmaydi. Po'latga aytay zorim, shoshmay turgin ayyorim, aytgin senga nimam yoqmaydi. Bir kelib ketmaydimi? Holingni deb da'voda sormaydimi? Bir kelib ketmaydimi? Holingni deb da'voda sormaydimi? Rangini
Nereye gelsin? Nereye? Nereye? Sizin verme yaptı. O iki zangiye gel. Türkiye'ye varmayın bu.